Hop, assalomu alaykum. 6-21-2006 yil 6-oy 21-kun. O'sha 4-haftamiz ham tugadi. 4-hafta bo'yicha hisobot deb xullas 4-hafta bo'yicha bo'lgan qarashimiz, ya'ni 4-hafta, ya'ni bu hafta qaysi kundan boshlandi? 15dan to 20-kungacha, ya'ni 15-kundan 19-kungacha bo'lgan vaqt. Xo'p, yana bizlarni imtihonlar hech tashlab ketmayapti. Yozda iyun oyi ham tugab bormoqda, lekin bizlarni imtihonlar tugagani yo'q. Ya'ni tugagan, menga tugagan yo'q. Xo'p, keyin 4-hafta nima bo'ldi? Biz o'tgan hafta aytganimizdak, biz hisobni yo'qotganmiz. Bizda katta muammo hozir hisobni yo'qotilganligi bo'lyapti. Sabab nimaga? Qanday sabab? Ya'ni hisobni yo'qotishimiz yomon. Yomon. Hisobni yo'qotganimiz yomonligi bitta, biz bozordan xabar olmay qo'ydik. Ya'ni bu hafta nima bo'ldi? O'tgan hafta. Ya'ni bizning 4-haftamiz qanday o'tdi? Mana. 4-haftamiz o'rta idealni yangiliklar, bizda Fomos yangiligi bor edi. O'zi yangilik bor edi. Xo'p, bo'ldi. Bozorda nima o'zgarishlar? Bozorda deyarli kuzatmadik. Rostdan aytaman, kuzatmadik. Yangilik kutdik, yangilik kutgandan yangilik yurdi. Yangilik yurgandan keyin bozorda imkoniyatlarni topdik. Bu şey idealniy. Ya'ni doim harakatdan keyin natijani ko'rish deydi-ku. Harakat qilmasdan oldin natijani ko'rishdan ko'ra harakat qilib bo'lgandan keyin natijani ko'rish osonroq. Tabiiy osonroq. Xo'p, 4-hafta deyarli hech narsa qilmadik. Bu juda yomon, chunki uzilib qolishi mumkin. 3 hafta o'tgan, 4-haftani uzib qo'yishimiz va deyarli keyin yana dars uzilib ketishi mumkin. O'zim nima deymiz endi? Kim yozyapti? Keyin biza yaxshi 4-hafta, ya'ni bizda asosiy hisob bo'lmagani uchun, ya'ni просто demo hisob uchun vaqt ajratish, vaqt ajratsa bo'ladi, lekin просто demo hisob uchun vaqt ajratish qiynaldim. Ya'ni biz tajriba orttirish emas, natijaga bog'lanib qolganimizning yana bir isboti. O'zim natija yo'q chiqsa ham, baribir natijaga harakat qilish kerak. Demo hisob yo'q, ya'ni kerak emas. Bu $1,000,000 topsang ham, $1,000,000 topsang ham kerak emas. Va natija yo'q, shuning uchun kirmaganimiz bo'ldi 4-hafta. 4-hafta shunaqa genialniy o'tdi. Xullas yaxshi o'tmadi deymiz. Juda yomon. Lekin bozorda juda prям juda yaxshi o'zgarishlar bo'ldi. Biz undan foydalanmadik. O'tgan haftada foydalanmadik. Foydalanish uchun kirish kerak. Kirganimiz yo'q. Xo'p, endi ko'ray o'tiribdan. Bozorda bo'lgan. Mana kutilyapti. Bozorda bizda 4H'lik demo zonamizdan o'qib bergan mana. Birga 7 risk roverda. O'ta kuchlimi? O'ta kuchli. Momentda yana 30 minutlik taymda bizda aniq limit zonadan 1/14 risk roverda savdo bo'lib turmoqda. 30 da, ya'ni to'g'ri, buni uncha yaxshi tushuna olmasak ham
EuroGPay, ya'ni GBP/USDda o'ta yaxshi harakat bor edi. Biz OneHashga qaytamiz. OneHashda bizada hech qanday harakat yo'q. Biz 30 ga qaytamiz. Mana shu yerda haqiqiy ya'ni raund. Xo'p, biz o'tgan hafta gaplashganimizda mana bu yerda ya'ni boss bo'ldi, boss bo'ldi, mana boss bam bam. Hay mana bu yerdan 30 tamda hop, mana bu yerda boss bo'lgan ko'rib turibmiz. Ko'rib turibmiz va bizada demon zona bor. Qani demon zonamiz? Bizada o'sha yana dalshi boss bo'lgan va bizada mana bu yerda demon zona bor. Tamam. Va bizada yana bitta boss bo'lgan. Zo'ra. Bizada demon zonamizni bozor buzib o'tdi. Ko'rib turibmiz, demon zonamizni bozor buzib o'tdi. Va bu demon zona yo'q. O'sha trend o'zgarish arafasida. To'g'ri, mana bu yerda momentum kuchli deyishingiz mumkin. To'g'ri, kuchli mana. Buncha masofani bu ta xo'yashamda bosib o'tyapti, to'g'rimi? Momentum bo'yicha bullish momentum. Lekin bizada asosiy demon zonamizdan bozor qaytmadi. Buzib o'tib ketdi va bizada hech qanday demon zona qolmagan edi pastda. Prosta ko'tarila boshladi. Va bizada ikki xil demon zona bor edi. Chunki bozorda berish trend boshlangan. Bizada ikki xil bor edi. Demon zona bor edi. Ikkita. 30 yana, chunki bir hashda bitadi, bir hashda hech qanday bittasi yo'q. Xo'p, endi nima bo'ldi? Biz nima qilamiz? Biz Brad gapiga kirgan holda, JFX Brad gapiga kirgan holda mana bu holatda, ya'ni narx mana bu yerdan o'sha ko'tarildi, tushdi. To'g'rimi? Mana bu yerda dam oldi. Haqiqatdan ham mana bu yerdagi mana demon deb hisoblaganda, mana impuls oldingi demon. To'g'ri? Impuls oldingi demon bu ham, bu ham demon zona deb hisoblangan bo'ladi. Bu yerda narx kelgan, sotuvchilar bosgan, xaridorlar yana boshlagan va xaridorlar oxirgi marta mana shu joyda taslim bo'lgan. Ya'ni mana bu joyda. Ko'rib turibsiz, bu haqiqiy demon zona, to'g'ri? Ekstremal zona bu ham demon zona, to'g'ri? Lekin bu joyda xaridorlar vaqtida taslim bo'lgan va bu joyda butun boshli sotuvchilar zonasi hisoblanadi bu yerda. Sotuvchilar bosgan. Bu joydan sotuvchilar bosgan va demon zonalarda, ya'ni takliflarni, talablari bo'lib buzib o'tib ketgan. Va biz mana shu yerdan shortga kirishimiz mumkin edi. Birga 27 Risk Rover. Nima bu? Nima bu bozor? Judayam qattiq bozor. Xo'p, keyingisi. Bizada buni tasdiqlash yana bittasi va OneHashda bizada aniq demon zona ko'rinib turibdi. Mana bu zonada xullas OneHash mana bu, to'g'ri OneHash mana bitta demon zona bor. to'g'ri bu yerdagi ekstremal zona aniq ko'rinib turibdi. Ko'rinib turibdi. Bizada
15 minut taymda ham bu aniq tarzda ko'rinibdi. Chap bo'lsa biz ekstremal zonada mana bunday qilib yuborsak ham bo'lardi. 1 ga 10 riskavor bo'lardi. Ha. O'ta genialniy, aqlli raund bo'ldi. O'ta aqlli kirish bo'ldar edi. Shunchaki biz o'zimiz strategiyada davom etsakkina natijalarga erishamiz va keyingisi mezzi yuzida o'ta yaxshi savdo bo'ldi. Ya'ni bizada OneHashda ko'rinib turibdi. Bizada aniq ko'rinib turibdi. Mana bu yerda shunday ko'rib turibmiz. Is low, it's low high, low. To'g'rimi? Bizada mana bu OneHashda boz. Da bizada bundan bir hashda ham tasdiqlasak bo'ladi. OneHashda ham tasdiqlasak bo'ladi. 30 mda. Ya'ni 30 mda mana bu yerdan bizada bos bo'lgan, bir hashda mana shu yerda bos bo'lgan hisoblanadi. Baribir mana bam. O'ta aqlli raund, o'ta aqlli. Mana bos. Bizada berish signal, berish. Degan berish trend boshlandi degani. Berish trend boshlagandan keyin biz demon zonalar qidirishimiz kerak bo'ladi. Qayerda qidiramiz demon zona sifatida? Xo'p, bizada demon zona mana bu bor, ekstremal zona, o'ta kuchli zona. Biza ko'rib turibmizki, mana shu narsani Pratdan o'rgandim yaqinda, mana shuni. Ya'ni mana narx tushdi, to'g'rimi? Matgacha. Mana bu joy, mana bu joy narxga berilgan vaqt. Ya'ni narx o'ylayapti, dalishi kim kuchli, kim kuchsiz. Mana bu yerda sotuvchilar bosdi va mana bu yerda dam oldi. Dalishi bam. Bam. To'g'rimi? Va bizada ekstremal zona juda ko'p. Mana bu yer. Mana bu yer. Qayerdan kiramiz? Qayerdan kirishdi? Ana biz tasdig'imiz bo'yicha bizda 3 ta demon zona bor. Mana bu yerdan kirish. Может быть, yo'q. Bam. Mana shu holatda berish. Buni chiqarib olish yo'llari, qanday savdoga kirib ketish yo'llari aniq, lekin kirish imkoniyati juda kam. Kirsa bo'lardi. Qaysi bir kirsa bo'lardi. Biz mana bu yerda berishdan boshlaganda mana shu joyda kirib ketsak bo'lar edi.
yana bitta shortdan kirish imkoniyati bor ekan. I mana bu yerdan to'g'ri qarashdan kirish imkoniyati bor. mana bu yerda bizada yana har doimgidek mana bu yerda bo'sh bo'lgan to'g'ri qarashda, to'g'ri. Mana bu yerda to'g'ri qarashda bo'sh bo'lgan. Lekin mana bu yerda bizda ekstremal zona turibdi. Mana bu yerda o'ta aniqlikda liquidity zona turibdi. Ko'rgan bo'lsanglar to'g'ri. Eco high liquidity turibdi va liquidity zonasida bizda to'g'ri qarashlik diamond zona turibdi. Super zona. O'sha yerdan kirsak ham bo'lar ekan. Bir xil birga turib savolda bo'laverar edi. Sizlarni USD ham yaxshi. Audio USDga kirish imkoniyati bizada bormidi? Xo'p, Audio USDda bizda imkoniyat kutadigan bo'lsak, Audio USD bizada bir hashda mana bu joyda bo'sh qilgan. Bo'sh. Mana bu yerda bizada low high bor deb hisoblaymiz. Low high. Mana shu yerda bizda bitta narsa amin bo'lamizki, bizda mana bu joyda demo zona bor. Demo zonani buzib o'tdi. Kuchli buzib o'tdi. Kuchli buzib o'tdi. Va mana bu joyda biza short kiramiz. To'g'rimi? To'g'ri. Menga 8 savol. Eng muhimi bizda Audio USDda bo'ldi. O'ta aniqlikdagi savdo. Xo'p, bizda nima bor? Mana bu yerda bizada bo'sh bor, to'g'rimi? Bizada bo'sh bor. Bizada bo'sh ko'rib turibmiz. O'tizimga qaytamiz. Xo'p, bizada bo'sh bo'lgani bilan narx kuchli pastga qarab qaytgan. Bu degani bizada berish borish kuchli degani, lekin narx yana ko'tarilib bo'lsin. Dalish yana. Bam, oxir mana. Ko'ryapmiz, mana bu harakat ko'rdik 15-kuni. Bam. Va mana shu joydan men prosta kirdim o'sha paytda. Ko'rsatgan bo'lishim kerak 3-dars videosida. Aniqlikda. Bizada уже mana bu yerdan o'tgani uchun bizada уже mana bunday o'tdi, bosh bo'ldi va bizada demo zona kerak bo'ladi. Bizada demo zona mana bu joy hisoblanadi. To'g'rimi? Demo zona shuni. Mana shu yerdagi kirgan savdo meni haqiqiy savdom bo'lar edi. Haqiqiy shotda bo'lganda 1.20 qilaylik. 3 pip so'tib bo'lsa bo'ladi. Qayda bilan. Bu holatda endi bir haftani ichida bitta valyuta уже deyarli ikkita yaxshi savdo berib turibdi. Ko'z oldimizda. Let's go. Mana shunday gap. Xullas 4-haftamiz bizda savdolar o'tkazish bilan savdolarni kuzatib turish bilan o'tib ketdi. Nima deydik?
5 hafta bunday bo'lmaydi. 5 hafta real vaqt rejimida kuzatib boramiz. Muhimi 4-hafta уже chala bo'lgani sababli 5-hafta uzilib qolishi mumkin agar yana 5-haftani 4-hafta sifatida o'tsak, 5-haftadan уже keyingi haftadan buzilish boshlaydi. Shuning uchun imkon boricha buzmaslikka harakat qilamiz. Imkon boricha yozgan, imkon boricha bor kuchimiz bilan. 3-4 hafta o'tdi mana. 4-hafta shunaqa o'tdi. Hammaga xayr. Avval gapim omadlilarni bersin.